Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan burch vakillari uchun ajoyib tabiiy kompaniyasidan tanlangan atirlarni ko'rsatmoqchiman. Mana shuncha atirlar har bittasi o'zingizning burchingizga mo'ljallangan atirni o'zingiz bemalol tanlab olsangiz bo'ladi. Bu atirlarimizdan hozir bittasini sizga keltirib beraman. Saraton, chayon, baliq burch vakillari mana shu Zodiac Aqua atirimizni o'zingizda sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bu atirimizdan uzum, ko'k nilufar hamda mushkambarning hidi keladi. O'zi ko'rinishi bilan aytib turibdi, bu atirimiz ko'k, ya'ni холодный atir hisoblanadi. Eksaklar, tarozi, qovg'a burch egalariga mana shu Zodiac Air atirimizni tavsiya etaman. Bu atirlardan shirin hid, vodiy nilufari, piyon guli hamda irisning hidi keladi. Juda ham nejniy bo'lgan shirin hidli iforimiz hisoblanadi. Bu sizga atalgan. Buzoq, qo'y burch egalari uchun mana shu atirimiz sizga atalgan. Zodiac Terra atirimizdan oq atirgul hamda nokning hidi, qulpunay va qora smorodinaning hidi keluvchi atir hisoblanadi. Bemalol mana shu atirimizni o'zingiz uchun xarid qilishingiz mumkin. Haberli kompaniyasida Zodiac Terra atirlarimiz va mana shunaqa Zodiac burch vakillari uchun bemalol tanlangan atirlar ishlab chiqarilmoqda. Bu siz uchun. Qo'y, sher, o'qotar burch vakillari uchun Zodiac Ignis atirimiz sizlar uchun bu atirimizdan apelsin gullari hidi keluvchi nozik hidli atir hisoblanadi. Karamel hamda shaftolining hidi keluvchi qizil rangli Zodiac Ignis atirimiz.